Toshkent avtovokzalida yangi yo'nalish. Toshkentdan Surgutga yo'l olmoqchi bo'lganlar shu yerdamisiz? Unda bu video aynan siz uchun. Hurmatli yo'lovchilar, endi sizlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida Toshkent avtovokzalidan yangi yo'nalish, Toshkent-Tyumen-Surgut xalqaro yo'nalishi bo'yicha davlat nazoratidagi qonuniy avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi. Haftaning har chorshanba kuni soat 17:00 da amalga oshirilib, birinchi reys 15-aprel kuni soat 17:00 da Toshkent avtovokzalidan yo'lga chiqib ketadi. Narxlarga keladigan bo'lsak, Toshkentdan Tyumengacha 915 ming so'm, Toshkentdan Surgutgacha esa 1,115 ming so'm deb belgilangan. Eslatib o'tamiz, chiptalarni faqatgina avtovokzal kassalaridan yoki bo'lmasam onlayn Avtotiket.uz sayti va Uzbas ilovalari orqali xarid qilib oling. Ko'chadagi yoki internet tarmoqlarida tarqalayotgan har xil noqonuniy shaxslarga aldanib, hayotingizni xavf ostiga qo'ymang.